9 may xotira va qadrlash kunini faqat yod etish, balki uzoq yillar davomida soha rivoji yo'lida halol mehnat qilgan ustoz va faxriylarni qadrlash ayyomi sifatida ham ahamiyatlidir. Shu munosabat bilan Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida ko'p yillardan buyon samarali mehnat qilib kelayotgan faxriylarni qadrlash tadbiri bo'lib o'tdi. Unda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash, iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatish yo'lida fidoyilik ko'rsatib, jamoada boshqalarga ibrat bo'lib kelayotgan 11 nafar ustoz ishtirok etdi. O'qishni bitirib 1986-yil shu suv oqova ta'minotiga ishga kirganman. Shundan beri mana 40 yil bo'libdiki, suv ta'minotida ishlab kelmoqdaman. Mana qadrlash kuni bayram bilan shunchalik hurmat qilib chaqirib tabriklabdi. Shu ishchi xodimlarga, kasaba uyushmasi raislariga ham kattadan katta rahmat aytaman. Inson mehnati orqali jamoada qadr topadi. Yillar davomida to'plagan tajribasi esa o'ziga xos hayot va mehnat maktabiga aylanadi. Ana shunday tajriba maktabi butun jamoaning aniq maqsad sari odimlashiga, yosh xodimlarning kasbiy jihatdan kamol topishiga xizmat qiladi. Bugungi tadbir ishtirokchilari ham ko'p yillik mehnati, mas'uliyati va boy tajribasi bilan ana shunday ibrat maktabini yaratgani bilan alohida e'tiborga loyiqdir.